Do'stlar, xudo xolasa 3-aprel sanasida xudo xolasa gilos oblonkalarimiz ketyapti. Men bu opalarimizga mana gilos olib keldim. Svejiy gilos ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroq olib keling, opalar. Qani gilosni mana mehnat qilayotgan opalar. Mana olinglar gilosdan. Mana gilos. Olinglar. Mana xudo xolasa mana giloslarimiz. Do'stlar, bu ko'chatlari bo'ladi mana. Gilos ko'chatlari bo'ladi. Mana qilgan g'o'ralarni ko'rsatib qo'ying mana. Ishonchlimi degani mana 100% ishonchli mana. Mevaga qo'yib qo'yganmiz mana g'o'rasi bilan do'stlar. Xuddi mana sortdan mana do'stlar gilos ko'ringlar mana. Ishonmaganlarga mana kalibrini ham ko'rsatib qo'ying mana svejiy gilos. Mana gilos. Do'stlar, ko'chatlarga aloqa ko'rasizlar, xudo xolasa bizda mana svejiy ustidan ko'chirib beriladi. 30% sotilib bo'ldi do'stlar. Mana xudo xolasa mana shama kerak do'stlar, mana gilos. Mana bahor oyida ham gilos yeyishmi deganlarga mana like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana gilos ko'chat haqiqatda ishonchli deganlarga ko'rsatib qo'ying yaqinroq. Mana gilos. Sog' bo'linglar do'stlar, vodiyxonlarga bitta like bosib qo'yamiz. Mana o'sha gilos.